Lerini ko'rib bo'laman, rasmga o'rganmanman. Qanday topaman endi bolamni? Mana degan piyola bilan uribdi buning tepasiga. Keyin hushidan ketib qoldi, keyin shart pichog'i tiqqan ekan, pichog'i tiqsa, seskanib ketgan ekan. Yana 8 metr ichiga tiqibdi. Tiqqan ekan, keyin bolam o'sha yerda o'lib qoldi, keyin mana qotib qolgan oyog'iga pichoq uribdi, keyin qon kiyimlar yo'q ekan, qo'shlarimiz chiqsa keyin ana shu yerga o'zi yoqib ko'mib qo'ygan ekan, ana shu yerda bordi, kirib mashinamga bir jetkalar qildi, bir jetkalar kim olib kelgan bilmayman, Anvar aka. Umuman ana uyimda bir jetka yo'q deydi. Oz topishdim keyin Milsalar kelib surdi qilgandan keyin ana shu yerdan topdini to'rtga tiqqan ekan, hamma narsani bo'yniga olibdi. Nima sababdan o'ldirdingiz? Keyin qo'shlarimiz meni eshitib turgan ekan. Aka, men alimi ish qilib bo'ldi, meni endi olib ketasizmi degan ekan. Bu yerdagilar hech qayerga ketmaysan, mana shu yerda turasan bilan olib qolibdi qo'shnilar. Bir nima ilonni saqlab qolishimdan Anvar aka, bolam shunda bolam o'zim shunchalik katta qilganimda Xudoga topshirib qo'ydim. Endi Sanjarni o'g'lingiz yura olmasa, gapira olmasa, pichog'ini qo'liga usha olmasa, bitta barmog'ida telefonda aylanishadi. Ovqat o'zim beraman Anvar aka, ko'rasiz. O'sha aytaman-da, og'zi yopilmasa, gapira olmasa, u nima gunoh qildiki shunchalik? Bilmayman, o'shanga nima sabab bo'lgan bilmayman. Mana shu yerga kelsam, men uni urib o'ldirib qolaman deyapman hozir. Shunda bolam qurib ketdi, shunda chiroyligim o'zim mehrib borib checharib o'zim. Boqardim men Anvar aka. Artib tepasiga qo'yib qo'shnisini chaqirgan ekan. Hamma qo'y yo'q, yashirib qo'yib bo'pti, salfetkalarni tandirlarda o'tlar yo'qdi. Bir soat ichida bo'lgan ish qarang Anvar aka. Uyimda jinnim saqlagan ekanman. O'zi juvni olib, kiyimlarni ashaga olib o't qo'yibdi ekan. O'zi cho'milyapti bolamni. O'lgan taki odamni chaqiribdi, qarang. O'lgungacha chaqirmabdi odamni. O'shanga bir chetkani kim olib bergan bilmayapman Anvar aka. O'zaga chiqqan yo'qmi? Yo'q, hech qayerga chiqmagan, bir chetka o'lgur kir mashinada turdi. Kim olib bergan tagiga yetishimiz kerak o'tirib qolsin. O'shanga aytyapman, buni o'ldirib, qilish kerak, ko'zimni oldi shu uni otish kerak, mana bolamni shundoq qildi, uni ham qor qilishim kerak Anvar aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana kecha juda ko'pchilik o'zi qilganmi deb kommentariy yozib qoldi. Sanjarbek jenchamiz mana shu bugungi kungacha mana tashi 6-7 yildan beri biz xabar olib, mana Erkinjon o'rin boshlig'ida mana uylar solingan. Shu kungacha qancha joylarga olib borib kelganmiz. Doktorlarga olib borgan. Endi onasiga qiyin. Endi hozir mana kecha videoda ham aytib o'tdim, bu opamizni xo'jayinlar o'tdi. Undan keyin mana kichkina qizlar olindi, o'tdi. Hozir mana kecha joylarini ko'rib bolam rasmga o'rganmanman. Qanday topaman endi bolamni?